Dilnoz aka, pulingiz bormi? Dilshoda nima menga bunaqa savol berdi? Mendan pul olmoqchimi yo bermoqchimi? Pulim bor desam nima bo'lar ekan? Voy, muncha yaxshi kakras yangi ko'ylak olishim kerak, tush, pomada, undan tashqari yuzimga maskalar, kстати, uyda bitta narsalarimni to'g'ib qolgan, remont qilish kerak. Вообще olganda uyda вообще bizni boshqatdan qurish kerak. Yo, bo'lmas ekan. Pulim yo'q desam nima bo'lar ekan? Doim shunaqa. Menga kelganda doim pulingiz bo'lmaydi. O'ynashlaringizga ishlatdingizmi pullaringizni? Yaqinda oila olgan edingiz-ku. Yo'q, unaqa desam bo'lmas ekan. Bor, nech pul kerak? Bormi pulingiz? Bugun oila olgan edim-da, sizga hadya bermoqchi edim. Pulingiz bor ekan, endi bermayman. iPhone 11 bu hammasi ba'zi va minimum. Qachon kelasiz? Qattasiz? Voy, ana Shahlo blogermi? Qachon? Ana Dilshoda blogermi? Hijobga kiribdi-yu. Bor so'rashsammikin-a? Hozir so'rashsam, keyin atvet qaytarmasa-chi. Voy, Toshkent ekipaj Shahlo yaxshimisiz, tuzumisiz? Voy, mensimanmi? Busi bir turizmda patpishiga bordi. Mendan nima ketdi? Pissa billah so'rashib qo'yaveraman. Borib so'rashsammikan? Men Farg'onalik-ku. To'xta. Mensimasachi? Assalomu alaykum Dilshodaxon, yaxshimisiz? Voy, mensimadimi? O'zi patpischiga menikidan 300 mingta ko'p xolasu, men ham yetib olaman. Mendan nima ketdi? So'rashib qo'yaveraman. Qachon kelasiz, qattasiz, qachon uyga? Bo'pti, ada, men ketdim ishga. O'g'lim qaytishini debdi, lavash olib kelgan, yegim kelyapti-ya. O'zi bolam baqirib. Xo'p, ada. Hozir adasi keladi, birga lavash yeymiz. Nenda qilib beraman, nenda qilib. Assalomu alaykum, ada, yaxshi o'tiribsizlarmi? O'g'lim yaxshi keldingmi? Anaqa lavash olib keldik. Ada, esimdan chiqib qolibdi. Olib kelmading. Ha, mayli bolam, ertaga olib kelasiz. Bo'pti, adasi yaxshi borib keling. Bolani ol. Mayli o'g'lim yaxshi borib kelgan. Shu qaytishini bitta lavash esdan chiqmasinlar bolam. Bo'ldi, xo'p, ada, olib kelaman bugun. Mayli, xo'p, yo'ling bexatar. Kelin, mening jeringiz keldi. O'zim ochaman. O'g'lim lavash olib kelindi. O'g'lim. Bugun ham esingdan chiqib qoldi. Ha, mayli. Kelin, o'zingiz ochsangiz bo'lar ekan. Ertaga olib kelaman. Adasi kelishingizda lavash olib keling. Xo'p, oyisi. Boramiz lavash xonasiga. Oyisi, Labbi adajonisi? lavash so'raganmiding, men olib keldim. Men lavash so'ramadim. Kim so'radi unda? Men so'radim. Qushtikamarimdan bo'lgan bolam 2 kun iltimos qildim, olib kelmading. Xotiningni bir og'iz SMS-ga olib kelding-a? Malades, jannati. Menga qarab, uyda geografiya ustozi menga galstumni taqib kelasan dedi. Qatta, men pulni bermayman, men Toshkentlikman. Bermayman. Yaqinlama, o'tir. Toshkentliklar qo'rqib ketdilaringmi? Men edim turlaring. Men mashdan sakra olaman, mash bolalikdan sakra olaysanmi? Sakra olayman. Davay sakraymiz. Men eng balanddan sakrayman. Yo'q, kerak emas, sinib ketamiz. Menga bitta qurt iltimos. Menga semishka. Menga qurt, svachka, булочка, shokolad, gazli suv, keyin bitta piguti bering. Pigodi yo'q, pirashki bor. Qo'y, menga yog'li narsa mumkin emas, men diyetadaman. Singlim oxirgi pigodini ertalab bittasi olib ketuvdi. Teshib chiqsin. Menga qara Durdona, ossing bo'lmaydimi? Menga qaralaring, sanda semirlaring, turishingni qara. Zato men qishda sovqatmayman. Voy, yigitim keldi. Tushunmadim, hozir uni yigiti bor, bizda yo'qmi? Biz eplamagan, u eplabdi. Kim cho'xli, to'mboq cho'xli. Uylansang, gungurlaganiga uylan. Qarsillaganiga uylan. Yuking yerda qolmaydi. Aka, qayerga ketyapsan? Bozor ketyapman. Meni ham olib ket. Hanga nima gap? Uyga o'tirsan, borgan cho'qir-chaqon bo'lsin. O dunyodagi eng xunuk ayol. Akam shunaqa dedilar. Basharingizni buzib tashlaganlar. Men akangizga nimadir dedim o'zi. Xo'p bo'ladi.
aka kenayim etili kuchli bo'lsangiz o'zingizga uyda baribir kenayim yetgani bo'lar ekan. Oyog'i sarsa, qulog'i band bo'ydilar. Xo'p bo'ladi. Normalniy bo'ling, ko'p o'zingdan ketma, oytavo dedilar. Nima? Oy tovoq. O'zichi vokiz. Xo'p bo'ladi. Anpamma bashara kud dedi. Anpamman dedim men. Winnie Pooh dedi. Men Winnie Poohmanmi? Winnie Poohmi, Lili Poohmi ashna dedi. Xo'p bo'ladi. O, Turqsov, senga uylanguncha dugonang Guliga uylansam baxtli bo'lib ketardim dedilar. Nima? Guli chiroyli ekan dedilar. Guli, hali shunaqalari ham bor ekan makizda. Xo'p bo'ladi. O menga qarab begimot orqamdan yalinib yurgani esingdan chiqdimi? Xohlasam chiqaman, xohlasam chiqmayman dedilar. Qaqalda. Papalyam, seni traktor. Ichkariga kirgan, поехали, потом удар брусli. Nimaga unaqa derkanlar? Hozir gaplashib qo'yaman. Kim begimot? Menga qara, narsani yig'ishtirib uyga o'tirib ichkariga bormaysan. Dashoda narsa kiysan, bozor borasan men bilan. Xo'p bo'ladi aka, nima deysiz shu? Dilshodaga aytgin tezroq chiqsin. Hozir. Dilshodaxon aka zetilar, ani qumursqaga bozorga bormaydi dedilar. Nima? Mani qumursqa dedimi u alabay? Xo'p bo'ladi. Adasi, qizimizni qarang, qoshlari qalinlashib chiroyli bo'pti. Menga o'xshaydi-da, o'zimni qoshim. Adasi, qizimiz umuman injiqlik qilmayapti. Kechalari yaxshi uxlayapti. Menga o'xshaydi-da, men spokойныйman-ku, o'zimni qizim. 24-7 bolaga men qarabman-u. Adasi, qizimiz kashasini oxirgacha ichib, malades qiz bo'lyapti. Конечно, men ham ovqatimni oxirgacha yeyman-u, menga o'xshab kachok bo'ladi. Siz kachokmisiz? Ah, Bibisoradan bir ham shunaqa kelyapti. Menga o'xshaydi-da, men приятныйman-ku, вкусный bo'laman. Hech ham men buni cho'miltiraman har kuni. Shahboz aka bolamiz. Menga o'xshaydi-da. Tegini xo'llab qo'yibdi. Gapiring, kimga o'xshaydi? Sizga o'xshaydi-ya? Sizni ko'pingiz-ku shunaqami? Qachon chiqqan o'zi senga o'xshaydi, menga o'xshaydi, unaqa narsalar yo'q. Borib, tegini almashtir. Voy, bolamizni kulgichlari paydo bo'lib qopti, bir ham yarashibdi. Menga o'xshaydi-da. imtihonga tayyorlanib keldingizlarmi? Uzr domla, tayyorlanmadik. Men pora olmayman. Taklifnoma bu. Erga tegamiz. Salla birinchi kurs. Yo erga tegadi, yo o'qiydi. Bu yil o'qiganing olasan, o'zingdan o'zing baho yo'q bu yer. Tugunangiz qani? Akademiya olib ketdi, eplolmadi. Mana deysiz, siz eplabsiz. Darsga tayyormisiz? Yo'q. O'tgan yil to'y deb bahona qildingiz. Bu yil nima bahonangiz bu? Men vinovat emasman. Bir marta podeshka qiling. O'tgan yil ham shunaqa dedingiz. Bo'lmasa ikkita ekan, domlajon. Mana bugun imtihon. Hozir boryapman. Yo'q, bugun imtihon bir ting olmadim mana. O nimasi bular bir ting ilmasdan o'tib ketdi. Ko'ryapsiz, injiqlik qilyapti. Iltimos uyga tashab keling. Oxirgi marta bir chat qo'ring. Yo'qla. Jo'ga tegdi bir. Domlajon, to'yim bo'lyapti. Kunora yerga tegyaptimi bular? Allaga diplom yo'q. Voy domla, 4 yil o'qib hech narsasiz ketamizmi? Mana ishlatasiz. Erlik bo'ling, farzandlik bo'ling. Oxirgi marta bir chat qiling. Davay imtihondan o'tinglar, tamom. Tayyorlanishga vaqtimiz bo'lmadi-da. Yana nima bilan band bo'llaring? Ana shunday salla homilador bo'lasalar, tekshiruvchi kelsa domlalar kuchanadi. Davalik davrim mening, davronlarning zo'risan. O'zingga qarab yursan, men singlimsan. Dilshoda qalaysan? Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel, bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel. Kim bu? Anaqa aka bu sinfdoshim. Aka 9 yil o'qiganmiz bitta maktabda, sinfdoshim. Sinfdoshim aka. Aka bitta partada o'tirganmiz. Mana rasm, mana. Mana. Bitta parta? Yo'q, men orqada ular oldida o'tirgan. Yana qanaqa rasmlaring? Mana sinfdoshlar hammasi. Men sh harfidan sholg'om bor. Ismim esa Shahboz. Chevrolet zo'r mashina. Alifbodagi sinfdoshing. Alifboda shahar birinchi ketgan. Ha, ukam uzuring, akasi menda bo'ladi, charchama. Oldinga to'sh. O'zing. Dilshoda, qalaysan? Sen kimsan? Bu yoqqa kel. Shaharlik bo'lib ketdi. Assalomu alaykum. Sovchilar. Kelinglar. Voy sovchilardan. Voy qizim shunaqa sarishda. Gol. Yaxshi keldinglarmi? Uydagilar yaxshimi? Qizim choy olib kir. Voy qizim shunaqa odobli, farosatli, tarbiyali. Assalomu alaykum. Shunaqa neobычный choylardan damlaydi.
niqob kiygan qizim. Bilasizmi, uylarni top-toza qiladi, kirlar toza, chimnida hammayam har doim tozalab kiribdi-da. Men bu yoqqa arting. Bundoq qilib arsangiz ham bo'ladi. Bo'pti, xo'p, mayli. Kelinglar. Rahmat. Shuncha qilganim bor.